Mana domlanchilar xolosalarning mana Mersa, xolosalarning Damazda, xolosalar Pireshka bo'ldi, Prisepi bilan. Bu tarafda mana Labolarda keyin katta mashinalarda ham chiqqan o'tinlarda xolosa. Sizlarga bugun mana shu o'tinlar narxlarini yoritib beramiz inshaalloh. Hammaga assalomu alaykum. Iqboljon o'z kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari hamda o'tinni eng arzon joyini qidirib yurgan aka-ukalar. Bugun biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on o'tin bozoriga kelamiz. Inshaalloh bugun sizlarga Yangiqo'rg'on o'tin bozoridagi narxlarni qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kanalda yangi mehmonlar bo'lsa, ekraningizning o'ng tomonida qizil obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasi bor. Shuni bosib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'ysalar, biz kirgizib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, bugungi hafta kunimiz yakshanba 11-yanvar 2026-yil. Sizlarga chiroyli qilib bozordagi o'tin narxlarini chiroyli qilib yoritib beramiz. Shu arzimagan mehnatimizni qadrlab, mana shunaqa like tugmasi bor. Mana shu yerda bo'ladi. Mana shu like tugmasini bittadan bosib qo'yinglar. Sizlardan like bossalar pul olmaydi. Prosta kanalimizni rivoji uchun o'z hisoblaringizni qo'shgan bo'lasizlar. Demak, o'tin narxlarini chiroyli qilib yoritib beramiz inshaalloh. Mana shu Damaddan boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, Damaddan nech pul deyapsiz og'a buni? 600 ming. Quruqligiga qanaqa buni? 30% puli bor. 30% nami bor, ha? Nima o'zi bu? Shaftoli bilan. Shaftoli. Shaftoli o'tin ekan, hurmatli obunachilar, tayyor yorilgan. Mana pechkaga shunday hisob yoqasizlar xolos. 30% nami bor. Yonaveradi-da bu, ha? Bu degani. 600 ming bo'larmi yo kelishgan xonasi bormi salbat? Bo'lsa 600 ming bo'lyapti. Ha. Dastlabkasi 10 kilometr. 10 kilometr. 15 qo'ra o'shani. Uzoq ketyapti. Uzoq ketyapti. Gezner qilamiz, gaz bo'lganda. 10 kilometrga 600 mingdan kirib boradi, ha? Undan uzoqqa kelishamiz, ha? Telefon nomeri mana shunga aloqaga chiqaramizmi? 91lik 750 4920 shunaqami? Mana shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar ekan, hurmatli obunachilar. 30% nima bor ekan? 10 kilometrga 600 mingdan kirib borar ekan mana shu Damadimizdan. Tog'a rahmat, bozoringiz bersin. Sumalakchilarga ham to'g'ri. Bo'ldi, sumalakchilarga ham topiladi, ha? Bo'ldi. Keling. Keldim boy aka. Bu o'rik o'tin. Quruqligi qanaqa? Quruq. 70% quruq. Shu ozgina bo'li bor. Ozgina nami bor xolos, ha? Ha. Yorsa bo'ldi deganda buni, ha? Tayyorlanib pechga qo'yib qo'yilgan. Nech pul deyapsiz? Bular 1,5 million. 1,5 million. Mercedes Vito'dami endi bu? Gazi yo'q, buni tekis. Vito'da, hurmatli obunachilar, gazi yo'q ekan. Tejalik gaz bo'lganda o'rniga ham ancha soatda gazi yo'q ekan, mana. 1,5 million. Bo'larmi yo kelishgan xonasi bormi? Kelishtirib beraveramiz. 1 million to'g'ri jazman bo'lsa berilaveradi. Jazman bo'lsa 1 million 300. Ha. Nech kilometrga to'g'ri? Shu 10 kilometr dastlabkasi 10 kilometr, 15 ham qo'ysa bo'lmaymi? Iltimos hisob beraveramiz. Bo'ldi. Bo'pti, hozir gaz yo'q, hurmatli obunachilar, hozir gazlar ko'pchilik nima qilishadi. 15 kilometr mana shu narxga kelib boradi, 1 million 200 million dollarga. Bundan doim bo'ladi holida. Xudo xolasa bo'ladi. Telefon nomeri boy aka? 97lik. 97lik 557 97 557 75 75 70. 70. Aloqaga chiqaveradi. Aloqaga chiqaveradi, bo'ldi. Boy aka rahmat, xudo bersin. Mana, hurmatli obunachilar, Mercedes Vito'da aloqaga chiqaverasizlar. Sho'rli qilib bozor narxlarini ko'rsatib beramiz. Bu Pireshka o'zi kimdan ekan bu? Sizning nomlar bor-ku? Nech pul deyapti o'zi bular Pireshka o'zi? Persepin keladini. Eko 1 million 100 ga berib beraman dedi. 1 million 200 ga ikkala qopni bilan. Ha. Ikkalasi 1 million 100. 1 million 200 bo'lsa, ikkala qopdan ham qo'shib beriladi, ha? Mana. Bu ham quruqadi xolos, ha? Quruqligi quruq ekan, hurmatli obunachilar, mana shu yong'oq narsalar, asosan yong'oq shekilli. Chinor ham bor ekan uning ichida adashmasam. Mana shu raqamlarga aloqaga chiqaveradi, ha? Mana Pireshka o'zi ham nomer bor ekan, hurmatli obunachilar, mana shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar ekan. 1 million 100 bo'lsa, ikkalasi baraka ekan. Pireshka bo'lsa ham Prisepida. 1 million 200 bo'lsa, mana shu ikkita qopda o'tin ham qo'shib berilar ekan. Rahmat, bozordan bersin. Bu labo kimdan ekan? Labo bizdan. Nech pul deyapsiz buni? 550 kami bor. 550 kami bor. Bu nima o'zi bu? Tol o'tin, ha? Quruq pulligi qanaqa aka buni? O'rtacha 50. O'rtacha, ha? Yonaveradi-da, xolos kelam, ha? Tayyor qilib yorilgan, hurmatli obunachilar, mana tol o'tin. 550.
Bularmi olmaz kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz ha. Bir 500 mingga necha kilometr o'zlasa haq beramiz. 500 mingga beraman desa. 500 mingga bersam 20 kilometrgacha dasturga. 20 kilometrga to'g'ri dastlabkasi ichida 500 mingdan kirib boradi mana shu. Undan oyog'i kelishamiz ha. Kelishamiz. Telefon nomeri boy aka? Ana telefon 50lik 705 66. Ana, nima nomeri 50lik 705 66 56. O'tindan bo'ladi xolos doim ha. Bo'ladi. Bo'ldi. Boy aka rahmat, bozorlarni bersin. Aloqa chiqarasizlar, domlalar. Buning egasi kim ekan buni? Egasi yo'q ekan. Nech pul deyapti? 200 shekilli. 1 million 200 ming shuna deyishyapti. Domlalar Kia Bongo'da. Egasi yo'q ekan lekin. Mana shu raqamlarga aloqa chiqarasizlar, kelishaverasiz mana. 99lik 471 0505. Mana. Men bellimadan chiqqan o'tinagan shekilli mana. Kia Bongo degan lekin 1 million 200 deyapti shekilli dedi. Egasi yo'q ekan. Bu labo kimdan ekan labo? Sport ekipaj sağ. Doğanı da erkek ilk programda uyumda aldı. Kim bağlıyor orada? Bu Pereshka o'zi egasi kim ekan? Bilmadilarmi buni? Assalomu alaykum. Boy aka, sizniki qaysi biri? Laboda aka. Nech pul deyapsiz buni? 600 ming. Quruqligi qanaqa quruqligi? Aralash ha? Ko'p basakilar nima xolos ha? Nima o'zi bu? O'rik, shaftoli aralash ha? Bodom ham bor shekilli. 600 ming bo'larmi yo salpal yo'li bormi? 600 ming. Necha kilometrgacha dasturga qilib beramiz 600 mingga? 10 kilometr. 15 dan deb qo'ysa bo'lmaydimi? Ya gaz yo'qni qiyin bo'ladimi? Benzinda. Gaz bo'lsa ham bo'laveradi-ku, benzinga o'tib qolsa 15 kilometr. Gaz bo'lsa 15 kilometr qilib beramiz, ya. Ular salam kelishamiz, ha? Doim bo'ladi bundan, ha? Telefon nomeri boy aka? 90 93lik 068 4421 ha? Boy aka rahmat, bozorga bersin. Bu Persept kimdan ekan? Egasi yo'qmi buni Perseptda? Polvon akami? Polvon aka, bu Pereshka o'tni nech pul deyapsiz? Buni o'tni nech pul deyapsiz? 550. Assalomu alaykum. O'zingizda yaxshimi? Pereshka o't 550. Perseptdagichi? 700 ming. Mana bunisi 700 ming ekan, hurmatli obunachilar. Bunisi 550 ming ekan. 550 ming ekan. Quruqligi quruqmi aka buni? Xohlasa? 50 kg ekan. Narichi? U 100% quruq. U 750 ming. 10 kilometrga dastlabkilar yo'q. 10 kilometrga dur dastlabki ichida kirib boradi, ha? Shu narxami yo o'tib beramizmi? 10 kilometrga shunday. 10 kilometrga undan kelishamiz, ha? Telefon nomeri boy aka? Ha, shu raqamlarga aloqa chiqaradi, ha? Mana, obunachilar 90lik 509 0971 93lik 944 0971. Aloqa chiqarasizlar ekan. Doim bo'lar ekan olimlar. Direktlardan qiladida. Boyga rahmat, bozorga bersin. Chiqsa bu. Bo'l chiqmasa hol. Mana, aloqa chiqarasizlar. Men domlajon, nari tarafga o'taman, nari tarafda labolarda remontdan chiqamiz, ularni chiroyli qilib yorib beramiz narxlarni. Nima domlajon, unaqa do'stchikadan chiqqanmi endi bu? Do'stchikadan chiqqan terak o'tin. Quruqligi quruq ha? 100% quruq deyishyapti. Nima domlajon, unaqa Muroviyda, Soyuzda. Muroviyda. 500 ming. Bo'larmi yo kelishamiz mozmoz? Kelishamiz, dasturkasi ichida. Dastlabkasi ichida. 500 mingga. Muroviyda. Bir 5-10 kilometrga olib borib beraveramizmi Muroviyda ham? 500 mingga kirib beraveramizmi? Telefon nomeri aytib qo'yaylikmi bo'lmasam? 93lik 93lik 211 93lik 211 66 66 85. 85. Boyga rahmat, bozorga bersin. Bularimiz laboda. Nech pul ekan bu labodan bular? 650 ming so'm. O'sha mebeldan chiqqan nimada endi, mebeldan, ha?
Nima bo'ladi? Yong'oq, Faqat direkt jinday bor. yoki derak. Qurilish 100% quradi olsa. Javob. Tagigacha shunaqa. Tagigacha shunaqa. Bularmi yo kelishgan xonasi bormi hozir? Kelishida onasi bor ekan. Kelishgan xonasi bor, ha? Shunaqa. Dastlab kelib beramiz olsa. Dastlabkasi 10 kilometrgacha borib, 10 kilometrga dur necha pulga kirib boradi 10 kilometrga? 600 ga kirib boraveradi. 600 ga kirib boradi, ha? Nima kelishamiz? Ya undan naga yo'rkalasiga qo'shib bersa, bezinda yuribmiz. Shu beramiz. Telefon nomeri boy aka? 93lik ekan. 93lik. 254 93lik 254 7102. 7102. Shunaqa. Bo'ldi. Bu qopdagilar necha pul? 50 mingdan aka. 50 ming ham bitta qopi. Qapqir o'tinlar aka. Bundan ham 120 ta olsa dasturga haqi beraveramiz, ha? Dastlabki beraveramiz albatta. Bo'ldi. Boy aka rahmat, bozorni bersin. Hop. Assalomu alaykum. Boy aka, sizmisiz? Bu necha pul deyapsiz buni? 600 ming aka. 600 ming. Bu ham chinor. Chinor o'tin, hurmatli obunachilar. Meydaro pechka bo'lsa, sal o'rtasidan bo'lib yuborsa bo'ldi degan bo'lsam, meydalari ham, ha? Necha pul bo'lari, necha pul qilib dasturga haqi beramiz? 600. 600 ha? Qurilishi quruq. Bu ham bir 10 kilometrda kirib boraveradi, ha? 600 mingga. Na, kelishamiz. Telefon nomeri boy aka? 93lik 93lik 794 794 1102. 1102. Doim bo'ladi o'tindan xolos, ha? Bo'ladi. Bo'ldi, rahmat boy aka, bozorni bersin. Assalomu alaykum. Boy aka, sizmisiz? O'zingiz yaxshimi? Bu necha pul deyapsiz? 650 deyapti. 650. Quruqligi quruqmi? Ho'l aralash. Ho'l ham bor o'zimiz, ha? Nima o'tin bu o'zi bu? Yong'oqmi? Katta Ha? yong'oq o'rik. Yong'oq o'rik. Doktor dastlabki laqab beramiz, ha, kelishgan holatda. Beramiz. Telefon nomeri aytib qo'yilish hozirga. 615 71 Nechilik? 33lik. 33lik. 615 71 71 ha. Mana hurmatli obunachilar, 33lik 615 71 Ana shu raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Yo'llanma bo'ladi, o'tinda xolos, ha? Doim bo'ladi, ha? Bo'ldi. Boy aka rahmat, bozorni bersin. Sizlarga qo'ldan kelsa yordam beraveramiz inshaalloh. Bu laboda kimdan ekan bu? Ichkaridan egasi. Bu necha pul deyapsiz boy aka, sizdanmi bu? Assalomu alaykum. Boy aka, sizmisiz? O'zingiz yaxshimi? Bu o'rikmi bu, xudo xolosa? O'rik. Quruqligi qanaqa buni quruqligi? Qurib qolgan ekan. Qurib qo'ygan, ha? 80% qurib qo'ygan, bir 20% dan bor deyishyapti. Hurmatli obunachilar, lekin yonaveradi, xudo xolosa. Bitta o'rtasidan bo'lingan ekanda bu arilarni, va? Necha pul deyapsiz buni? 850 ming. 850 ming. Bo'larmi ozmoz yo'li bormi? Bo'lar, ha? 850 ming. Necha kilometrgacha dasturga qilib beramiz? 10 kilometr ekan. 10 kilometr. 850 ming. 15 ham deb qo'yaram shuni. 15 kilometr. 15 kilometrga dasturga qilib beramiz, ha? Mana Qibolajonov kanalidan ko'rdim desalar, hurmatli obunachilar, 15 kilometrga tur 850 mingga kirib boradi, ha? Undan uzoqqa kelishamiz. Kelishiladi. Telefon nomeri boy aka? 93lik. 93lik 207 93lik 207 57 57 95. 95. Doim bo'ladi o'tindan, ha, davlat, ha? Boy aka rahmat, bozorni bersin. Assalomu alaykum. Boy aka qalay, sizmisiz? Qaysi birisizdan endi? Aynisi. Necha pul deyapsiz buni? 650 ming. Nima bu? O'rik. Quruqligi qanaqa quruqligi? 80%. Bu ham 80%. Nima? Xohlasa kelishtirib beramiz, ha, boy aka? 550. 550 mingga necha kilometrgacha dastlabki? 25 kilometrgacha bo'ladi. 25 kilometrgacha 550 mingga kirib boradi, ha, uyga. Mana shunaqa bunaqa bosilgan ichilari ham, xohlasa. Telefon nomeri boy aka? Deganlarga sumalab ham bor. Ha, sumalak bor, katta o'tinlar ham, ha? Kattalardan ham bo'ladi. Telefon nomeri boy aka? 88 degan ashi. 502 81 Ha. 88lik 502 81 84. Mana shu raqamlarga aloqa qilib ko'radi. Yilun aka bo'ladi, o'tinadi xohlasa. Bilmaydi, shunga yozdim. Bo'ldi. Boy aka rahmat, bozorni bersin. Boy aka qalay, sizmisiz? O'zingiz yaxshimi? Sizdanmi bu? Nima o'tin bu? Terak o'tin, ha? Quruqligi quruqmi axir? Quruq ichigacha. Ichigacha quruq. Nech pul deyapsiz? 550. 550 ming. 500 ham dursa bo'lmaydimi? Halis. 500 ham dursa bo'lmaydi bu? 500 ming. Necha kilometrgacha dastlabkamiz? 10. Xudo obunachilarga 15 desa bo'lmaydimi?
Oberaman. 15 kilometrga dur. 500 mingga kirib boraveradi mahir. Bunga kelishamiz ha. Bo'lmasa mana quruqligi quruq, terak o'tin 15 kilometrgacha 500 mingga kirib boradi deyapti holata. Qo'boljonov kanalidan ko'rminsizlar, dastlabki qilib berar ekan. Telefon nomer boyaga 99 99 530 99 530 16 86. 16 86. Milyon aka bo'larmi hozir? Yo'q, yo'q. Bir oy ichi bular. Bir oycha. Ha, bo'ldi. Sezonda bo'ladi, bir oy dura. Bir oy. Bo'ldi. Boyaga rahmat, bozoringiz bersin. Mana aloqa chiqarasizlar. Bu Isuzu'da kimdan aka? Nech pul deyapti Isuzu'dan? 3 million. Kami bor. Ana hurmatli omonchilar, ana shu deganda, yarmi deganda? Ha, yarmi. 3 million. Bo'larmi yo kelishgan xonasi bormi? 10 kilometrgacha 2,5 qo'yamiz. 10 kilometrgacha 2,5 million qilib berar ekan hurmatli omonchilar. Quruqligiga quruqadi xolos ha? Quruq qo'l aralash. 80% quruq, bir 20% nima bor deyapti hurmatli omonchilar. Isuzu'ni mana shu yarmida yuklangan ekan. Mana shu bo'yi bu. Mana yarmi 2,5 metrga yuklangan. 10 kilometrga dur 2,5 millionga kirib boradi xolos ha? Undan kelishamiz. Ha, kelishlar. Telefon nomer bor aka? Telefon 70lik 109 48 07. Boyaga rahmat, Xudo bersin. Qo'qachi ko'rasizlar, hurmatli Assalomu alaykum. Yaxshi. Zumda sizdanmi aka bu? Ha. Nech pul deyapti buni? 600 ga. 600. Bularmi yo o'zimiz kelishgan xonasi bormi? Bitta kelishlar. Endi kelishamiz ha. Quruqligi qanaqa buni? 50 Yong'oq aralashganda mebeldan chiqqanda endi ha. Mebeldan chiqqan. 50 deyishyapti quruq nimasi? Bir 20 kilometrga dur. Nech pulga dastak haq beramiz bo'ladi. Ha, aktivaveramiz 15-20 kilometrgacha. Nech pulga? 550 ga. 550 ga bir 15-20 kilometrga kirib boraveradi ha. Ha, ha. Buni kelishamiz ha. Ha. Telefon nomer boy aka? 93lik 93lik 734 93lik 734 67 85. 67 85. Inshaalloh o'tin bo'ladi. Qanaqadir doim ha. Bo'ldi. Boyaga rahmat. Xudo bersin. Xullas kelam shu hurmatli omonchilar, sizlarga yangi Qo'rg'on o'tin bozoridan narxlarni qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yoritib berdik. Kamchiliklar bo'lsa yana uzr so'raymiz. Bari so'zlarimizda xatoliklar bo'lishi mumkin. Kamketiga akalar aytgan raqamlarga Shobir akamlar aytgan raqamlarga aloqa qilsalar, yana kamketini so'raverasizlar. Kelishgan holda davlat dasturlar qilib berishadi. Haftaning har yakshanba kuni ana shunda yo'lda bo'yida o'tin bozor bo'ladi mana. Bu tarafi Bachkar, yangi Qo'rg'on yo'nalishi mana eski markaziy Palenka mana. Bo'yda tumani markaziy Palenkasi yo'lda bo'yida haftaning har yakshanba kuni o'tin bozori bo'ladi. Yo'lda u tarafda ham o'tinlar bor. Yo'lda bu tarafda ham laboratoriya har xil mashinalar o'tinlar chiqadi. Uzoq yaqindan kelmoqchi bo'lganlarga Lakasas telegram kanaliga tashlab qo'yamiz. Aytilgan raqamlarga aloqa qilsangiz sizlarga chiroyli qilib borib berishadi. Shuning bilan video chemkamizga yakun yetamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda uchrashguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Mana shu like tugmasini bosib, podpishka deb turasizlar. Sizlarga chiroyli videolar tayyorlashda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.